Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Chorva ishqibozlari, hurmatli akalar, ukalar. Bugun Shahidon chorva bozorida mana shunaqa buqalar, ko'chat buqalar, boqma buqalar narxlarini hozir birma-bir yoritib boramiz. Xo'p, bugun 21 adashib ketyapman, o'tgan bozorda sanasini aytib boryapman. 21-aprel hafta kuniga seshanba 2026-yil. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon chorva bozoridan mana bunaqa Angus Pro Max degan buqalardan topib qo'ydik. Angus Like'ni bosinglar. Bosinglar, like'ni bosinglar. Bo'ylari 1.20. Hoji aka, buni qancha deyapsiz? Buni 26 bering, kami bor aka. 26 kami bor. Angus. Angusga urib qo'yilgan onasiga. Yaxshi. Nomer qo'yaverasiz, ha? Qo'yaveradi. Sotib yuboramiz, yeb o'zi bitadi. Sotilib ketadi. Bittaga endi nomer kamdan kam odam qo'yadi. To'g'ri. Yashang. Buni topish kerak-da, keyin hoji. Top berasan deb turibsa? Yashang. Aka, qancha narx ko'rdi bu? 21. Bo'ylari 1.25 atrofida. 21 million narx ko'ribdi. Har bir nomer qo'yilmasa kerak. Aka, qancha narx ko'rdi bu? 21.5 gacha narx ko'rdi. Bo'ylari 1.25. 25 gacha qiynalar ekan, 23 shunaqa. Endi mana haqiqiy 1.20 plus savdosi bo'lyapti. Qancha bo'lyapti akalar? Nech pul bo'lyapti? O'zi bilmaydi qanchaga sotishni. Bu yaxshi. Hoji aka, qancha savdo bo'lyapti? 14 million 600 savdo bo'lyapti ekan. Endi bo'yi 1.35. Shu uzun ekanda bu, hali rossiyskilarni bolasi shekilli. Qancha savdo ko'rdi bu? 21.5. Baland ekan raso. Faqat oyoqqa ishlagan ekanda. Qancha savdo bo'lyapti ekan bunga? 19 million 100 mingga eshitdik. 19 million 100 ga? Nima deysiz? Ketdimi, bo'ldimi, sotildimi? Qanchaga? 19 million 100 ming. 19 million 100 ga sotildi mana. Bo'yi 1.20 ga yaqin. Yaxshi, bu ham sotildi shekilli. Qanchaga sotildi akalar bu? 17 million 200 bo'ldi. 17 million 200. Mana nari baqot. Ya qancha savdo bo'lyapti? 15.5. Bersang bo'ra, Kurush chiqarganmi? qaraka. Qaliganda ya? Endi tushdi-da narxi. Xo'p, narigini bo'yi 1.20, buniki jicha qiynaladi 1.20 ga. Endi yana bitta şeyda ko'rib qoldik. Ha, gapar mana. Mana. Hoji aka, yaxshimisiz? Qancha savdo ko'rdi bu? 19 million 800. Bu qandaydir sementalga gibrid shekilli. Baquvvat ko'rinib turibdi-yu. Korpuslari ham. Qani hoji aka? Qashni shunday ko'rsataylikchi. Zo'r buqa ekan bu ham. Nomer qo'ymaysiz-a? Telefon yo'q. Mana sementalni originali bag'da turibdi ekan-a. Bu necha pulga chiqdi bu aka? Balanti. 25 kami bor-a? Nomer qo'ymaysiz-a bunga? Telefon nomer qo'ymaysiz-a? Aytavering. 94 501 1777. Mana sementalga kim qiziqqan bo'lsa, hozirgi nomerlarga aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Bo'ylari 1.20. 1.15 plus deylik. 1.20 desak baland bo'lib ketib qolar ekan. Mana.
Buni qancha qildi aka? 15. 15 million qildi. Nomer qo'ymaysiz. Nomer qo'ymaysiz, ha? 15. O, qaysi biriniki bo'lyapti savdo? Ikkalasimi? Qancha bo'lyapti? Qanchaga? 36,5 ga. Bularga qancha bo'ldi? Ha, mana savdo bo'lyaptimi hozir? Qarang, siz bilmaysizmi, necha pul bo'lyapti? 17 million. Ketdi mana. 17. Siz böyle haber kıldığınızda ama sizge et talep edilmiyor ama. Hop, 17 million 200 ga tutgan shekalasiz. Nargini qanchaga sotdik deding? 36,5 ikkalasi. Hozir bular qaysi biri sotildi, ikkalasi hammi? Bunisi, ha? Bunisi ekan, hozir qaysidir biri ekan, mana 17 million 200. Bunisi qoldi. Nari ikkalasi 36,5 ga sotildi. Bular bo'ylari 120 dan. Hop, endi keyingilariga o'taylik. Mana shu polvon buqani bitta ko'rsataylik-chi. Qani? Bo'yi 1.15. Bo'ldi. Nech puldan bu aka? 20 milyon 500 ming qilyapti. Hozir 20 million 500 ming qilib turibdi. Narigi sizdan emasmi? Uni qancha qilyapti? 18 qilyapti. Ana, ushlab olish qaranglar. Oh, chorva plus. Nomer qo'ymasalar kerak ba. Nech puldan qildi bozor aka? Bunisi 26 dan 23 kami bor. 26-23 kam bor. Savdoni qancha bo'ldi? Ko'rdi. 20 million 500 bo'lsa 23 milliongacha bo'lyapti. 23 million 20 million 500 gacha bo'lyapti ekan mana. Nomer qo'ymaysiz, yo qo'yasizmi? 94. 94li. 157. 157. 81 81 54. Yashang. Hozir mana shu bitta buqa olib chiq. Shumidi? Qanchani ko'rdi aka bu? Ah? Endi. Ha, endimi? Tushundik. Nomer qo'yasizmi, qo'ymaysizmi? 120. Zo'rg'a chiqadi, chiqmasa ham kerak. Savdo qayerda bo'lyapti endi, qani? Ketdi. Bo'ldi, sotildi. Qaysi qanchaga sotildi? 16 million 250. 15 atrofida. Qancha kattalashaylik-chi? Hop, teparoqqa yuramiz. Qanchaga olindi bu? 20 million 1,5. Zo'r oldi. Zo'r olindi 21,5 ga. Baquvvat ekan. Baliq ekan. Chorva plus. Qalay bo'pti? Biz a'zo. Vahshiy zo'r. Vahshiy zo'r oldi. Bular qaysi birining savdosi bo'lyapti? Qaysi birining savdosi bo'lyapti aka? Qancha? 23 million 200. 23 million 200 ha. Hozir ketgan buqaning bo'yi 120, buniki 125 atrofida. Mana ham sotilib shekilli. Qanchaga ketdi? 19.3 ga. Mana hali ketgan buqa baquvvat. Bunisi 21 million 300. 200 mi 300 mi shunaqa? Sotilib qaysini puli sanalyapti? Qancha? 18.6. Bo'yi 125. 18.6. Hop. Qancha savdo ko'rdi aka?
18,5. Baland ekan bu ham 1.25 dan balandroq ham chiqib qoladi. 18,5. Mana rosa katta ekan bu endi. 1.30 ham tortadi. Nech pul qildi? 22 beryapti. 22 beryapsiz? Yaxshi. Berishundan bermasinlarmi? Endi bir nima deya olmaymiz. Aytasiz Bizga bori qancha bo'lsa ham tars baraka bo'lsa bori shu joyi qiziq. ana shu yetdi. Savdo bo'lsin, savdo bo'lganda ikkala tomon ham kulib tursin. Kulib tursin. Ha, Hoca hali o'rnib savdo qilganmi? Yo'qtirmanmi buni? o'shada. Yashang. Umringiz uzoq bo'lsin. Baliqlardan ko'rsataylik-chi. Qancha savdo bo'lyapti akalar, sir bo'lmasa? Ikkalasiga? Ikkalasiga debman. Huzur. 4 talasiga. 4 tasiga 86. Zo'r savdo bo'lyapti ekan mana shu yerda. Konkret dagar savdo bo'lyapti ekan. 4 talasiga 86. Bu buqalar ham baliq ekan-a. Bu ayniqsa mana ikkalasi. Yurchi. Yurmayman deyapti. Bu narigalarni. Qanchaga oldingiz aka? 26 uzr aka. 26 million. Bo'p turadi bozorda. Yezib oldik debdi akani oyog'ini mana. 26, bo'yi 1.35 shunaqa atrofida. Shuni orqasidan ko'rsataylik, zo'r ekan. Rossiyskiy sigirlarni shvedga chatishganimi shunaqasi. Xo'p, savdosi qizg'in joyidan ko'rsataylik. Qani? Qaysini puli sanalyapti akalar? Qaysini puli sanalyapti? Nech pulga? 7 million aka. 7 million. Nech pulga sotdingiz Hoji aka buni? Siz emasmi? Bir, ikki, uchalasi. Buni ha, bitta, ikkita, uchta. Qanchaga sotildi? Ha, olindi. Hamma qayda? Oldin 18 o'rinda aka. Narga 18. Mana 22,5. 22,5. 21,5. Ha, 21,5 ekan-a? 21,3. Zo'r. Mana baraka bo'ldi. Nasib qilsin. Qaysi biri baraka bo'ldi? Sotdim. Ko'raylik-chi o'shani biz ham. Ko'rib qolaylik. Bu qancha bo'pti ekan? Endi olib kelinyapti. Qaysi sotildi aka, bilmaysizmi? Qaysi? Ikkalasi qanchaga? 21dan. 21dan. Simiz. Bo'yinlari. Yaxshi. Ha. O bo'ldi-ku. O bo'psiz. Yaxshimisiz? Sizmisiz? 22 million 500 ming bo'lyapti ekan. Savdosi qizg'in joylardan ko'rsataylik desak, hozircha sal to'xtab qoldi bozor. Hop. Aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Bo'ylari 1.30 dan baland bo'lgan chiroyli buqa. Voy. Oyoqqa yomon tepdi-yu. Qattiq tepdi o'ziga. Mayli endi bo'ladi-da. Trendga chiqib ketdi dediga, hali Qashqadaryolik bola bilan, ha? Toq ketdi. Ya, hech narsa qilmaydi biz oyoqlar. Bunaqalardan yur, buqalardan. Qanchaga keldi buni? 26,5. Yaxshi. Bo'ylari bir 1.30 dan baland, 35 ham chiqadi. Chiroyli buqa ekan. Gibrid bo'lsa kerak ekan. Nomer qo'ymaysiz-a? Telefon nomer. Bir savdo bo'layotgan joylardan yo'q ekanda, sal bozor nima bo'lib qoldi, to'xtab qoldi. 48 a. Bo'ylari 1.15
plus bola. Tas avlikolga o'xshar ekan. Shu avlikol ham shekilli. Bunisi gibrid. 48 ga savdo bo'libdi. Berilmay turibdi ekan mana 48 ga. Mana shuni ko'rsataylikchi. 48 ga mana berilmay turibdi ekan. Bo'ylab 120 ga qarab ham ketadi mana bu. Telefon nomerni ayting. 94 298 2000. Qaydasiz? Jamashidami? Ular hali yosh ham shekilli, 6 oylik atrofida bo'lsa kerak a? 5 oylik. Yaxshi, savdoingiz bersin aka. Chiroyli ekan. O aka, qaysini savdosini qilishyapti hozir? Shuni savdosini qilyaptimi? Qancha bo'lyapti? 26. Simmental 26 bo'lyapti. Bo'ylari 120 plus. Mana savdosi. Juda azat ketyapti, juda ham. Qo'shildimi? Qancha bo'ldi oxirgi hozir? Oling videomizga. Yo'q, buqani oldik hozir savdo. 26 million pul berdim aka. 00 turibdi mana 26 da. Bering. Like-ni bosinglar. Akani lozim. Yana qo'shildimi endi? Chorva plus. Aka yurdim aka. Ammo qattiqroq oladimi? O'zi aka, qattiqroq ol. Qattiqroqmi? Olib keradimi bularni? Aka, voy, naqa qilma. 100 böyle şuna baka. 100. Mana shu odam bugun chiqaring mana shu odamni. Ha, internet yulduzi bo'lyapti hozir. Voy, nabaka. Nabaka. Bo'ldi, bor barak. 26 ming 100 qilib bering, bo'ldi, bor barak. Sotsalar, hadi. 100 ga bo'ldi, 100 dan bo'ling. Ha, shoqida olasiz. Ha, shoqida o'zini o'ylaysiz. Nabaka, endi bering. Bo'ldi, bor barak. Rozi bo'ldi, bir sotib beraman bo'lmasam. Bo'ldi, olmasam bu ham. Bor ya. 26 milyon 100 ga ketdi mana. Ya'ni ishqibozchilikka boqiladigan. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Ha. Yaxshi, rahmat. Hurmatli akalar, ukalar. Videomizni shu joyda yakunlaymiz. Xudo xolasa bittadan like bosib, podpiska bosib qo'yinglar.